Mo'g'ulistonning uzoq shimolida, tog'lardan sovuq shamollar esadigan va ertalabki tuman tekisliklarni ohista ko'tarib turadi. Kichik, ammo barqaror qabila tepaliklar va cheksiz ko'rinadigan tayga o'rmonlari orasida yashaydi. Ular asrlar davomida bu zaminning yovvoyi tabiati bilan hamnafas yashab kelgan odamlardir. Ularning bugun qo'ngirogi sadosi ignabargli daraxtlar orasidagi shamol sadosiga qo'shilib, ularning hayot tarzi olis o'tmishning tirik xotirasidek muzlagan tabiat bagrida oqib o'tmoqda. Sharqning eng shimoliy nuqtasida, osmon yerga yaqinroq, kigiz chodirlar orasida shamol raqsga tushadi. Kiyiklar hayot yo'lini ko'rsatadi. Mana Mo'g'uliston, cheksizlar yurti, ozod odamlar yurti, hali tabiat bilan birga yashagan avlod yurti. Kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq Ay Yildiz kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarni o'tkazib yubormang. Ko'rsatamiz sizga yoqadi degan omidaman. Mo'g'ulistonning eng shimolida, tepaliklar va cheksiz ko'rinadigan tayga o'rmonlari orasida kichik bir qabila yashaydi. Ularni bugu chorvachilari deb atashadi. Bu safar Ay Yildiz sizni Mo'g'ulistondagi shayton qabilasining tinch hayotining uygunligini ko'rishga olib boradi. Egar va asbob-uskunalarni tekshiradi, ov qilish yoki o'tin qidirish uchun oz dunyosidagi kiyiklar shunchaki chorvachilik emas. Ular hayot sherigi bugu sutidan pishloq va yogurtga qayta ishlanadi. Terisidan issiq kiyim tikiladi va qor bo'ylab uzoq sayohatga sarflanadi. Zamonaviy mantiq bilan tushuntirib bo'lmaydigan rishtalar shayton qabilasining bolalari erkin osib ulgaydilar. Ular tabiatdan qanday tilni o'rganishadi, matndan qanday qilib o'rganishadi va qanday tilni bilishmaydi. Qo'ziqorinlar yesa bo'ladigan va zaharli bo'lgan qo'ziqorinlar kechasi gulxan atrofida aytilgan hikoyalardan kelib chiqadi. Ularda iliq bulyon ichib, o'rmon ovozini tinglab, asta-sekin uxlab qolishadi. Ularda elektr yo'q, lekin yulduzlar tunlarini yoritadi. Ularda kino yo'q, lekin ularning ota-bobolarining hikoyalari og'zaki ravishda aytadilar. Ular qalbga chuqur hayot olib keladi. Yaqinlik bilan to'la minnatdorchilik va tez o'zgarib borayotgan dunyoda o'zlarining koinot o'rtasida o'z o'rnini anglash, ular jimjitda yashashni afzal ko'radilar. Ularning ruhi va yo'lboshchisi bo'lgan hayvonlar bilan yonma-yon yashash. Bu jasorat merosi va osoyishtalik hikoyasi. Bu yerda zamonaviy dunyoda topish qiyin bo'lgan devor soati muhim emas, ular shimoldan ko'tarilish va quyosh botish vaqtini belgilaydigan narsadir. Oila ular orasida yashaydilar, qor eri boshlaganda va dalalarda mayda gullar gullaganda yog'och va bug'u terisidan yasalgan tubjoy amerikacha chodirlarga o'xshab ketadilar. Ular bug'ulari uchun yangi yaylovlar topish uchun ko'chib o'tadilar. Ularning yerga egaliklari yo'q, chunki ular uchun yer ona emas, shayton o'z kiyiklari bilan odamlar, ular shunchaki bug'u chorvadorlari emas, balki shimoliy bug'ularning yuragidan yuzlab yillar davomida yashaydilar. Mo'g'uliston o'z madaniyati, tili va animistik e'tiqodlarini olib kelib, ular irsiy yo'l bilan yashab, fasllarga va tabiat ritmlariga moslashadilar. Albatta,
Ularning hayotlari har doim ham oson emas, qish juda qattiq bo'lishi mumkin, oziq-ovqat har doim ham mol bo'lavermaydi va zamonaviy dunyo o'zining barcha vasvasalari bilan asta-sekin yuzlab yillik an'analarni yo'q qila boshlaydi. Lekin ular hali ham o'zlarining an'analarini saqlab qolishadi. Shayton qabilasi, lekin tobora kamdan kam uchraydigan hayot hikmati. Ularning hayoti bizga bir narsani o'rgatadi. Baxt har doim ham katta narsalardan kelib chiqmaydi. Ba'zan oddiylikda, tumanli tongda bir piyola iliq choyda, toglar ortidan chiqayotgan quyoshni tomosha qilib, chuqur nafas olganda kiyiklar orasida o'ynayotgan bolalarning kulgisida shayton qabilasi hayotni asta-sekinlik bilan yashash mumkinligini eslatib turadi. Va aynan shuning uchun ular juda qadrli, balki dunyo har doim ham shunday bo'lmasligi mumkin, ammo kiyiklar hali ham yurar ekan. Shaytonning hikoyasi yashashda davom etadi. Shayton qabilasi dunyo oqimiga qarshi kurashishimiz shart emasligini o'rgatadi. Ba'zida haqiqiy kuch eski qadriyatlarga sodiq yashash uchun jasoratdan keladi. Tabiat shayton qabilasi dono hayot bu koinot bilan uyg'un hayot ekanligini eslatadi. Shaytonning hikoyasi nafaqat kiyik haqida, balki dunyoga kora emas, balki qalbga kora yashash jasorati haqidadir. Mo'g'uliston taygasining osoyishtaligi orqasida shivirlab asta-sekin hayotingizni his qiladigan qadimgi hikmat bor. Bugun sayohatimiz tugadi. Tabiat va madaniyatlar hikoyasi davom etmoqda. Agar siz bilan birga bo'lgan vaqtingiz yaxshi o'tgan bo'lsa, biz xursand bo'lardik. Yildiz kanali dunyoni boshqa tomondan, tekisliklar, toglar va qadimiy madaniyatlar qalbidan ko'rish uchun joy. Aladi. Obuna bo'lish tugmasini bosib, qo'ng'iroqni faollashtirib keyingi qismni birinchilardan bo'lib ko'ring. Keyingi safargacha, xayr. Yulduz jamoasi nomidan mehr va hurmat bilan.